Kariz qaynonam men ishga ketganimdan nari o'zi uyda nima qilarkan deb rosa qiziqar ekanlar. Shuning uchun ataylab kariz qaynonamga ko'rsatish uchun alohida video oldim. Bahonada sizlar ham ko'rib olishinglar mumkin. Xullas, ertalab kariz qaynonamni ishga jo'natib, sovunni bog'chaga tashlab kelib, o'zim sovunni bog'chadan olib kelish vaqtigacha maza qilib uxlayman. Uxlab turganimdan keyin itvachamiz ovqatini yemagan bo'lsa, har xil sabzavotlar aralashtirib ovqatini yedirib qo'yaman. Bu itvachamiz rosa chatoq chiqdi, o'zini ovqatini ham o'zi yeyolmaydi. Har safar nimadirlar birga qo'shib bersagina keyin yeydi. Shunda ham qaranglar, o'zini ovqatini yemasdan faqat bodringni yeyapti. Shunaqa qilib bog'chada yig'ishtirib qo'ygan kolyaskamni yoyib, sovunni uyga olib kelaman. Mana shu joydan shunchaki o'tib keta olmadik, chunki mangoni hidi dahshat kelayotgan edi. Shuning uchun 3 donagina sovg'a yegani oldim. Sotuvchi o'g'ling chiroyli ekan deb kichkina mandarincha ham sovg'aga berdi. Men ham mandarinni artmasdan qo'liga ushlatib qo'yibman. Olmaga o'xshab yeyishini qaranglar. Mandarinni po'stlog'ini ham yevoribdi. Shunaqa qilib sovuq uyga kelishigayoq itvachamiz siyganmi, qilganmi birinchi bo'lib tekshiradi. 19 oylik bolam bog'chadan kelgandan keyin menga juda ham qattiq yopishib oladi. Bog'chadan kelishigayoq yuz qo'lini yuvib, pampersini almashtirmoqchi bo'ldim. Qarasam, orqasi shilinib, ko'karib ketgan ekan. Tezda rasmga olib, bog'cha oyasiga "Sovuq bugun nima qildi?" deb SMS jo'natdim. SMSimni ko'rishigayoq bog'cha oyasi sirazu telefon qilib, menimcha pashsha chaqqani uchun qashla urganidan shilinib ketgan, lekin bizni bog'chada hech kim bolachalarni urmaydi deb gapirdi. Rostdan ham sovun orqasiga qaragandim, nimadir chaqqanga o'xshadi. Menimcha rosa qichiganligi uchun qashlagan bo'lsa kerak. Kariz qaynonamga shunaqa bog'cha oyasi sal g'alatiroq bo'ldi shekilli deb aytgandim. Hech qanaqasiga g'alati bo'ladigan joyi yo'q. Sen onasan, bolang haqida xavotir olganing bu tabiiy holat. Yaxshi qilsan deb meni tarafimni oldilar. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Agar bolangiz bog'chadan u bu joyda ko'karib kelsa, xavotir olib o'qituvchisiga telefon qilasizmi yo yo'qmi? Kommentariyada yozib qoldiring. Har safar Paksovu bog'chadan kelishiga yo'q har xil mevalar yeydi. Bugun esa mango yoqimli ishtaha.